Bergen qo'l og'an qo'ldan yaxshi. Abduri Muhammad Yusuf. Payg'ambar alayhissalomning bergen qo'l og'an qo'ldan yaxshidir degan hadisi to'limu hikmatlik, to'limu ixcham va to'limu meg'izliq so'z bo'lib, har bir musulmonning o'ginishiga va amal qilishiga tegishlik. Chunki musulmon degan islom bilan sharaflangan hurmatli kishi bo'lib, uning hurmatiga va izzatiga dog' tekkizishga sabab bo'ladigan har qanday ishdan yiroq turishi va mardlik, sexiylik qatorliq go'zal axloq bilan axloqlanish talab qilinadi. Islom diniga mansub bo'lgan har bir odamning o'zini bu dinga loyiq qilishga, boshqalarning oldida bechora, muhtoj, tamaxur, o'run, non qipi degandek nachar sifatlar bilan ko'rinmaslikka ahamiyat berishi to'liq muhimdir. Chunki islomning izzati va hurmati musulmonlar bilan bo'ladi. Musulmonlar xuddi burunqidek islomning hurmatini va izzatini ko'tarishga vasila bo'lgan bo'lsa, hozirqidek uning hurmatini va izzatini tushirishga sabab bo'ladi. Zamonimizda shunday musulmonlar borki, ular o'zlarini islomga mansub qilishga qat'iy layoqatli emas. Chunki aldamchilik, soxtapazlik, yolg'onchilik, tamaxurlik, oshko'zlik, hasadxo'rlik, o'rinlik, va'dasida turmaslik degandek dunyoda qanchalik nachar qiliq bo'lsa, ularning hammasi afsuski ashularda tepiladi. Zamonimizdagi musulmonlarning ko'p sonliqqa amal qilmay kelayotgan shariat ahkomlarining beshida halol harom masalasi keladi. Harom yeyish degan boshqalarning narsasini o'g'irlab yavaganni ifodalamaydi. Balki o'ziga tegishli bo'lmaganni elish, dini soq, kuchi bor, o'zi yosh turuqliq ishlab yeyishning o'rniga boshqalarning yordamiga tayanib kun o'tkazish. Xayriyat jamiyatlar tarqatgan yordamga o'zidan haqli kishilar bor turuqliq, ularga yo'l qo'ymay oshko'zlik qilish qatorliqlarning hammasi harom yeganlikdir. Ba'zilar xayriyat jamiyatlar tarqatgan yordamni olgan kishi kambag'alninkini olmagan tursa, u qanday harom yegan bo'ladi deb so'rashi mumkin. Deymizki, yordamga tegishli bo'lmagan kishi shu yordamni elish orqali yordamga haqli bo'lgan ehtiyoj egasining haqqini yavagan bo'ladi. Chunki navoda u kishi oshko'zlik qilib olmasa, uning o'rniga haqli kishi oladi. Payg'ambar alayhisalom bundoq ahvoldan xabar berib mundoq degan: kishilarga shundoq bir zamon keladiki, odam pul molni nadin topdi? Haloldinmi yoki haromdinmi, buningga hech ahamiyat bermaydigan bo'lib ketadi. Halol haromni ayirmaslikning ziyonlari tovandikicha. Birinchi, harom pul molning barakatini yo'q qilib etadi. Alloh taolo jazoni muomalasi qiluvchilarni ogohlantirib mundoq degan: Alloh jazonini barakatsiz, foydasi yo'q qilib, uningga aralashgan molni to'zitib etadi. Sadiqini o'stirib, foydasini ziyoda qilib beradi. Alloh taolo bu oyatda haromning eng cho'ngi bo'lgan jazonini tilga olish orqali har qanday haromning barakatsiz qilinadiganligini bildirgan. Ikkinchi, harom duoning ijobat bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: ey insonlar, Alloh pokdir. U pok bo'lganini qabul qiladi. Alloh payg'ambarlarga mundoq deb buyurgan: ey payg'ambarlar, halol pok narsalardan yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni bilib turguchiman. Alloh mu'minlarga payg'ambarlarga buyurganini buyurib mundoq degan: Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: birov usti beshini chang to'zon qoplagan, chochlari chuvilgan qiyofatda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, ey Rabbim, ey egam deb duo qiladi. Halbuki uning yegan ishkanlari haromdan, kiyganlari haromdan bo'lib, u haromdan ozuqlangan tursa, qandoqmi uning duosi ijobat bo'lsin? Bu hadisning ma'nosi shuki, birov eng bechora qiyofatda Alloh taologa yolvorib duo qilgan va u shu holati bilan duosi ijobat bo'lishga eng tegishli bo'lgan bo'lsa-mu, u haromdan ozuqlanganligi uchun
uning duosi ijobat bo'lmaydi. Sahobalar yemak-ichmaklarning haloldan bo'lishiga bakma ahamiyat beradi. Ular halolligi yoki haromligida azroq shubha bo'lgan narsalardanmi xuddi o'tdan qochgandek qochadi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir kishi tarafidan hadiya qilingan yemakni yeb silib, uning halolligida shubha borligini bilgandan keyin qo'lini og'ziga tiqib turib, nihoyat tasdiqda uni yondirib o'tganlik qissasimi Rasulullohning sahobalarining harom yeyishdan o'limni afzal ko'radiganligini ifodalashga yetarlikdir. 3. Harom qalbni buzadi. Payg'ambar alayhisalom qalbning sog'lom bo'lishi yemak-ichmakning haloldan bo'lishiga munosabat ekanligini bayon qilib mundaq degan. Halol aniqdir, harommi aniqdir. Lekin bu ikkisining o'rtasida shubhalik, ya'ni halol yoki haromligi aniq bo'lmagan narsalar bor. Ko'p odamlar buni bilmaydi. Kimki shubhalik narsalardan saqlansa, o'zining dinini va iffatini saqlab qoladi. Kimki shubhalik ishlarga tushib qolsa, xuddi boshqalarning chegarasi atrofida qo'y boqqan kishining u chegaraga kirib qolishi mumkin bo'lgandek, haromga tushib qolishi mumkin. Bilinglarki, har bir podshohning chegarasi bo'ladi. Allohning yer yuzidagi chegarasi uning harom qilgan ishlaridir. Ogoh bo'linglarki, badanda bir parcha go'sht bo'lib, u tuzalsa badanning hammasi tuzaladi. U buzilsa badanning hammasi buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Imom Ahmad dil nima bilan yumshaydi deb so'ralganda, haloldan yeyish bilan deb javob bergan ekan. 4. Harom kasb qilish amal ibodatning qabul bo'lishiga to'salg'i bo'ladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Xaybar urushi bo'lgan kuni oramizdan bir kishi o'ldirilgan edi. Kishilar faloni shahid bo'ldi deyishdi. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom, "Yo'q, men uni g'animat milidan o'g'irlagan bir chapan sabablik do'zaxda ko'rdim" dedi. Ondan menga, "Ey Umar, kishilarning orasida jannatga faqat mu'min odamni kiradi deb e'lon qilgan" dedi. Men kishilarni chaqirib e'lon qildim. 5. Harom kasb qilish va harom yeyish jannatga kirishga to'salg'i bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Kimki biror musulmonning haqqini yolg'ondan qasam qilib elib oladi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uni do'zaxga loyiq qiladi. Payg'ambar alayhisalom ozroq narsa bo'lsa-chi degan savolga javoban, garchi daraxtning biror shexig'i chog'liq narsa bo'lsa-mu shundoq bo'ladi degan. 6. Harom qabr azobiga sabab bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Hunayn urushi bo'lgan kuni oltin yoki kumush emas, faqatla mol, kiyim-kechak degandek narsalarni g'animat olgan edik. O Rifa'a ibn Zayd degan kishi payg'ambar alayhisalomga Mud'im ismli bir qari tanlik yigitni hadiya qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom bilan Vadi Qura degan joyga berib tushdik. O chaqda Mud'im payg'ambar alayhisalomning yuk toqlarini tushirish bilan mashg'ul edi. To'satdan bir o'q kelib Mud'imga tegdi va o'ldi. Kishilar uningga jannat muborak bo'lsin deyishdi. Payg'ambar alayhisalom ularga, "Yo'q, jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, u Hunayn urushida g'animatdan o'g'irlagan bir kiyim sabablik uning qabrisi o'tga aylandi" dedi. Ondan bir kishi bir yoki ikki bo'qishni elib kelib, "Ya Rasululloh, men buni Xaybar urushida olgan edim" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga, "Bir yoki ikki bo'qish bo'lsa-mu do'zax sabab bo'ladi" dedi. Qur'oni Karimning ko'rsatmasi bo'yicha zakot va sadiqa buni oyatda ko'rsatilgan shaxslarga halol bo'ladi. Zakot faqat faqirlarga, miskinlarga, zakot xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, yo'l xarajatidan ayrilib qolgan musofirlarga beriladi. Hozir iqtisodiy yordamga muhtoj bo'layotganlar asosan ikki turli kishilar bo'lib, ular faqirlar bilan miskinlardir. Faqir pul molda zakot berish saviyasiga yetmagan va kundalik turmushida yordamga ehtiyojli bo'lgan hojatmand deganlikdir. Miskin hech qanday mol mulki bo'lmagan, hatto yetib qo'padigan uy joyimi bo'lmagan hojatmand deganlikdir. Miskinning ahvoli faqirninkidan nachar bo'ladi.
az bo'lsa-mu kirimi bor, oilasining yemak-ichmak, kiyim-kechak, dori-darmak, farzandlarini o'qitish xarajati, oilasidagilarni davolatish qatorliqlarga yetgudak miqdorda iqtisodi bor odam faqir yoki miskin kategoriyasiga kirmaydi. Shunga ularning xayriyat jamiyatlaridan yoki shaxslardan yordam olishi halol emas. Shundaqli ularga zakot yoki sadiqa berish durust bo'lmaydi. Bundaq kishilarning zakot yoki sadiqa yeyishi halol emas. Yemak-ichmak, kiyim-kechak, dori-darmak qatorliq barliq ehtiyojlar haloldan bo'lmasa, duo ijobat bo'lmaydi. Hatto ibodatning qabul bo'lmaslik xavfi bor. Shunga turmushda halol harom masalasiga nihoyat zo'r ahamiyat berish tegishlik. Halolning hisobi, haromning azobi bor. Halolning hisobi, haromning azobi bor. Tövendikilarga yordam halol bo'ladi. Birinchi, garchi o'zi yosh, kuchi bor bo'lsa-mu, ish topolmaganlikdan yoki topgan pulini oilasining ehtiyojlariga yetkazolmaganlikdan va yoki farzandlarini o'qitish uchun xarajat topolmaganlikdan, mayli xayriyat jamiyatlaridan yoki shaxslardan bo'lsin yordam olgan kishilar harom yegan sanalmaydi. Ularga zakot va sadiqa halol bo'ladi. Ikkinchi, garchi o'zi yosh bo'lsa-mu, kasal va boshqa sabablardan ishlashga qodir bo'lmagan kishilarning mayli xayriyat jamiyatlaridan yoki shaxslardan yordam olsa halol bo'ladi. Garchi o'zi yosh bo'lsa-mu, kasal va boshqa sabablardan ishlashga qodir bo'lmagan kishi mayli xayriyat jamiyatlaridan yoki shaxslardan yordam olsa bo'ladi. Uchinchi, yashinib qolganlikdan ishlashga qodir bo'lmagan va boqquchisi yo'q bo'lganlikdan yo'qsullik tortib qolgan kishilarga zakot va sadiqalarni berishga bo'ladi. Ular qaysi bir tarafdan yordam olsa halol bo'ladi. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, men payg'ambar alayhisalomdan pul mol so'radim, ba'di. Yana so'radim, yana ba'di. Uchinchi qitim so'radim, yana ba'di. Ondan menga mundaq dedi: "Ey hakim, pul mol degan odamni qiziqtiradigan tatliq narsa. Kimki uni talab qilmasdan olsa, barakat qiladi. Kimki oshko'zlik qilib olsa, u barakat qilmaydi. Bundaq odam yeb turib to'ymagan odamga o'xshashdir. Bergan qo'l olgan qo'ldan yaxshidir." Men payg'ambar alayhisalomga: "Ya Rasululloh, sizlarni haq din bilan avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlardan keyin hech kimdan bir narsa olmayman" dedim. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari vahiyning tarbiyasi bilan tarbiyalangan zotlar bo'lib, mol dunyo ularning yuragida emas, qo'lida, beshida emas, oyoqlari ostida tutgan edi. Shunga ular dunyoning boyliqlariga ega bo'lgan bo'lsa-mu, uni islom da'vatini kuchlantirish va boshqalarga yordam qilish uchun ishlatgan. Payg'ambar alayhisalom ularni o'zining izzatini va hurmatini saqlash, kishilarga muhtoj bo'lmaslik, yuk bo'lib olmaslik, ularga eg'irlikni sanmaslik, boshqalarning qo'lidagilarni ta'ma qilmaslik asosida tarbiyalab chiqqan bo'lib, ular mush go'zal axloqi bilan o'z vaqtida dunyo xalqining ustozlariga aylangan. Nurg'un kishilar ularning go'zal axloqidan ta'sirlanib, iymon etgan va ularga ergashgan. Ba'zi rivoyatlarda payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan kishilardan bir narsa so'rmaslikqa ahdi olganligi bayon qilingan. Avf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi-ki, biz payg'ambar alayhisalomning yonida o'tirdik. Biz u chaqda 9 yoki 8 va yoki 7 kishi edik. Payg'ambar alayhisalom bizga Allohning payg'ambariga bay'at qilmamsizlar degan so'zni 3 qatim dedi. Biz qo'limizni ochdik. Ondan sizlarga bay'at qildik ey Allohning payg'ambari. Biz nimaga bay'at qilamiz dedik. Payg'ambar alayhisalom bizga Allohga hech narsani shirik keltirmay ibodat qilishga, 5 vaqt namoz o'qishga, itoat qilishga va kishilardan narsa so'rmaslikqa bay'at qilinglar dedi. Biz shuningdan keyin oramizdan birarsimizning qamchisi yerga tushib ketsa, shuni ep bering deyishda kishilardan yordam so'rmaydigan bo'lib ketdik. Imkon qadar kishilardan yordam so'rmaslik va har kim o'z kuchiga tayanib ish ko'rish islom dinimiz targ'ib qiladigan go'zal axloq bo'lib, og'allardan baganlar har zaman hurmatlik va izzatlik bo'lib kelgan. Quyosh yo'riqliq va issiqlik berganlik uchun shunchalik yiqimliq va shunchalik suyumlikdir. Tabiat o'zining go'zal manzarasi bilan
insonlarga huzur beg'ishlaganlik uchun suyuladi va qadrlanadi. İnsanlarmı elishda emas, berishda fazilat qazana oladi. Tarixdan beri og'allarning emas, baganlarning nomi yodlanib kelmoqda. Vatan uchun issiq jinini va pul milini berganlarning haykallari tiklanib, nomlari yodlanib kelgan. İnsaniyat tarixida boshqalarga yuk bo'lib yashaganlarning va berishda yo'q, elishda bor bo'lganlarning nom nishonasi tiklangani yo'q. Aksicha, berganlarning, mardlarning va saxiylarning nom shuhrati asrlardan beri xotirlanib kelmoqda. Payg'ambar alayhisalom yana mundaq degan: Kimki iffetlik bo'ladi ekan, Alloh uning hojatini ravo qiladi. Kimki kishilardan bir narsa so'rashdan behojat bo'ladi ekan, Alloh uni behojat qiladi deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisalom yana: Kimki iffetlik bo'ladi ekan, Alloh uning hojatini ravo qiladi. Kimki kishilardan bir narsa so'rashdan behojat bo'ladi ekan, Alloh uni behojat qiladi deb ko'rsatgan. Haqiqatan Alloh taoladan boshqasidan hojatlarini so'rashdan behojat bo'lgan va Alloh taolo bilan o'ziga tayangan kishilarni Alloh taolo o'z dargohidan mukofotlaydi. Ularning barliq ehtiyojlarini hal qilib beradi. Ularga qanoatdan iborat tugimas boylikni ato qiladi va kishilarning oldida hurmatini ham izzatini ziyoda qiladi.